Assalomu alaykum aziz do'stlarimiz. Maxtuningda yana bitta proyektimiz tayyor. Cobalt avtomobilida skromniy proyekt qilib berganmiz. Qilingan ishlarni sekin-sekinlik bilan obzor ko'ramiz. Qaranglar. Cobalt o'zini rulini mana shunaqa anatomiya qilib berganmiz. Knopkalarga ahamiyat berasizlar. Полный black piano varianti. Nafaqat chetli ramkasi, balki knopkalar o'zi ham black piano qilingan variant. Bundan keyin полный подсветкаlar oq bo'ldi, tablo, magnitofon bar hammasi. O'yna knopkalar yonmaydi, bularni ham oq rangda подсветка qilib berganmiz. Oyon tegan chiroyli qo'yib qo'ydi, eshik ochganda yonadi. Malibu 2 barni ham yaxshisini o'rnatib berganmiz. Ruchnoy tormozlari original, kranshterlar bilan o'rnatiladi. Poli tekshirmaydi, samolyot urib tashlanmaydi. Hammasi mana bunaqa kriptalari bilan o'rnatib qo'yilgan xolisi. Ruchnoy tormozlar originalligini aytib o'tdik. Bitta knopkasiga bagaj ochadigan ulab qo'yganmiz. Bu yerda ham ishlayveradi xolisi. Xo'p, koordinatlardan chexol, poliklarimiz bor. Rulimizda Mercedes 222 dizaynda anatomiya qilingan. Airbaglar ishlaydi. Bu yoq multimedialari ham ishlatib qo'yganmiz, qaranglar. Qo'shni chiqaryapti. Cruise control va bitta knopkaga signal qilib berganmiz. Sifatiga bitta ahamiyat berib qo'yasizlar dizayni bilan. Juda ham udobniy mashina ushlab ketishga. Tablolarni ham shunaqa akkuratniy подсветка qilib qo'yganmiz. Suvni graduslarni ham chiqarib berdi tabloga. Mana 95 gradus bo'lib turibdi. O'zining shtatniy pultiga avtozapускlarni yoqib berganmiz. Xizmatlar bo'yicha Maxtuningga murojaat qilaverasizlar. Ishdan chiroyli qilib bitirib beramiz inshaalloh.